Demek Allah Teala o'zini kalomini bandalardan eshitishni yaxshi ko'radi. Shunday bo'lgandan keyin siz o'qib berayotgan paytida bo'lam namoz Allohning munojoti. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ovozingni sal ko'tar tahajjudda. Juda past o'qiyapsan deganda, munojot qilayotganimga eshityapman-ku deganlar. Shunaqa bo'lsa ham ko'tar deganlar. Demak, munojot, qiroat munojot bo'ladi. Shuning uchun ulamolar aytadiki, sen Allohga gapirayin desang, namoz o'qi. Menga Alloh gapirsin desang, Qur'on o'qi. Alloh menga gapirib, men unga gapirib gaplashayin desang, namozda Qur'on o'qi deysiz. O'sha hakim ayni Alloh bilan gaplashish bo'ladi. U yerda Allohning oldida turibsiz. Allohga o'q beryapsiz. Allohning oldida adashib qolsangiz, kimdir yordam berarsa, xursand bo'lish kerak-ku, gunohingizni yengillatayotganiga. Bu ibodat ruhi ketib, go'yoki sahnadagi ijroga aylangan